Qo'limga tushdingmi? Qiz bola shundoq amroq o'xshamamsan, ha? Mening qo'limdagi qizni etga chiqib ketdingmi taxi? Qiz bola ko'migan nima o'xshaysa? Qiz bolaga ben o'zim to'y qilib qo'yay seni. Pulni bermagan o'xshaysan. Ay ay. Ne ola bu ne? Evet Allah. Onu kaldırsana. Kaybetti. Yaşa. Ay. Bırak. Dur. Onu kaybetti. Tüper. Ay. Buraya. Onu tutun la tez. Sayır. 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 Necat, bu senin kılan işin mi? Acha, ben fakat çidiyamadım. Ettigen bizim yenimizden yokkap gitip şılanın yanına bağdın mı? Bu neymi kıgının? Ular bizni kandak tepip aldı. Acha, ula Acha'nın nerligini depesan san bir çekim berimiz dedi. Lekin ben şunca yelinip gelsem ma bir çekim mi beğenmedi? Sayır. Sayır. Aka, seni pek köygüm geldi. Öydekiler teştikmi? Teşlik, kandak ahvalınız? Yaxşı. Ben çiştik gelgen, textisilerini saklap durdum. Mektepte bağmadın mı? Senin aldığın çıkımen dep ruhsat soğurgan. Çişten keyin ders ötmey ballarını emgekki çıkarmakçıydı. Az kaldık. Ana. Al ko'rinayotgan bizning uy shu. Oğuzay. Oy. Oy, Oğuzay'ım sen oy. qanday ahvoling? Tekshtirdingmi? Ana teştikmi adaş? Teştirdin mi? Yaxshi. Jire. Yurtkilar tekshtirdingmi? Kadir ava. Anda o'qitgan joyida adaş. Yomon emas, burunqideklar. Qandayroq? Etizeri qishlari bek aldirash emasda. Hammasi o'zining yo'lida adaş. İsset canım balam. Nimança urganda o deyüzle. Oy canım balam. Pulunu bermegenini az dep. Yani urgununa karanla. Xalqning ishiga nimancha aralashqansa.
Haq nem bo'lsa bo'lar deb pulingni olsang elib, olamasan keyin olatding. Aralashmay yenib kelsang çocuğum balam. Shundoq urgan bormi? Benim balam. Ey, anasi. Haq qarab tursa, so'zlayverdi ekansiz. Anangmı, dadangmı kömegen, nəhədiki bir şəhərlik naynaqni qutquzumen, nimancımı qılattın, canım balam. Boşraq so'zla xotin. O qiz anlab qolmasin. Çidemedim dadısı. Bu balını muşçaqçı birəsi, çekib baxmağan tursa. Meni doğurgan balı da bu. Nağaqçılıqni ko'rsa chidamaydi. Doktorxanda davalanıb, oңşulub qağınınmı bu texi? Davalatışın aval bedellerin qançılık bop ketken boğuydu. Canım balam. Ah çekken bengilerinin ışığı şunca mı arlaşamsa, her qançı bolsa mı? Əkelin kızım. Ata-anası yo'q, qari yetimlaykan emasmi? Tuxum zəhərini aladı deydi. Aş qizga ichi og'rib, shunda qipti emasmi? Bir tümenni xəşligen bolsam balamga osmandaki oynamı əpbəməmdin. Nimmi qılattın bu işqa arlaşıp balam? Bu qızның enisi rastlı bir tümen pulunu çekip tügütüptü ma? Niman qimmat näsi o? Enisida qarzi bolsa, oçsığı nimişqi islab alıdı? U aş qiz bilan texmi jiq pul topmoqchi. Bu bir ojiz qiz tursa, shuncha jiq pulni unuga qandaq deb beralaydi? Sizlar bilmaysizlar. Bundaq munofiqlar mushundaq yosh, chiroyli qizlarga tayinib pul topadi. Penka, saqchilar uyini aqtirganda malni topamabdi. Bu mallarning saqchining qo'liga tushmaganligi aniq bo'ldi. Biroq aniqlashimizcha, bizning shu kuni tutilib qolgan odamlarimiz 2,5 kilo malni ishkirin ep kelganligimizni saqchilarga ixro qilib aytgan o'xshaydi. Saati kim? Kim ixro qilibdi? Bu malning ishini yani kimlar biladi? U malni faqat Ahbab, Nijat, men uchaylarni bilatdik. Haras. Keyin Nijatning otisini biz qo'g'lab, ular tushgan yotoqqa borgacha Sodiq bilan G'olib aka anglagandi. Asosiyatning hammasi bilamdi. U malni cho'qim Nijat qilib oldi. Nijat qilgan bo'lsa, bu kuni bir chekim beringlar deb bizni izlab kelib, ondan ojiz tushgan yotoqqa boshlab bormasdi. Amis mening belim nakatdi. Ha? Shunchalik narsani mo topamabsan. Beshimga kun tushganda hech qaysing asqat budun qo'manga. Penka, mening ismim Aziz Qunraqchimi? Sen chana desang chanayma, o'ldi desang o'ldirma. Yani şunu da qo'yay. Sen öldiysen ikkilanma o'lma. Malni Nijat bir yerga tiqib qo'yib. Menga chandurmaslik uchun qaytib kelganga. Undaqda onunga çekidigan narsa tursa, qochgan odam yana nima ish qilib qayta yenimizga kelgandi. O yanılı bizning mehrni uzanmaydi-da. Onu çekip tügetse, yani bizni izleydiğanga yol kaldırması bulmaz. Zər çəkləş ornağı berib, amal qılıb Nicat bilan görüşünlər. Ay xutullah,
Havzaycan başlap kelgan yeliq qizni 100 ming qo'yga atdi deydi, ha? Nereden algan ekan? Ürümchidan almandı. Hozir savdogarchilik qilayotganlarning hammasidan boshqa shaharlarda xotinlari bor. Kimning xotini yo'q? Hay, mushu yezdagi ba'zi erlarmichu Bağanlı şehirde birden xotun aldı ekan. Voy bo'pti. Ayoli bolasi bolami xotin avatgan yerda Havzaycan aslim bo'pti. U qiz shaharda don qivosatanmish. Uni talışıp erlar bir-biriga pichoq tiqishib, 10 necha odam o'ldi deyishidi u. Satanglarga kuyib qalib bir-biri bilan talishib jadal qilgan erlar u dunyoga borgandimcha ichki sirtida qopib davomli talishanish. U qiz bir boyning uyida ekanmish. Havzayjonning boy 100 ming qo'y puli varmish ekan. Havzayjon shu qizga kuyib qalib sarang bo'lay deb qapti. O'sha boyga bo'ldi 100 ming qo'y pulni olmay, shu qizni menga ver desa boy unmabdi ekan, ap ketibdi. Şunun bilan apqaşqan yerdan tutib elib, boy Havzayjonning 40-50 yerga pichoq tiqib etibdi. Bu qizdan mehrini uz desa Havzayjon, o'ltirsang o'ltir, qizni olmay qo'ymayman debdi. Men bir ko'rib baqsam bo'ladi. U qiz zodi qanchalik chiroyliqdi. Uni ko'rgan erlarcha hushidan ketarmish. Shunga uydan chiqamayotgandi. Nadikini, jing'nag'ishdak beli inchik satli bir mekan-ku. Yana bize ko'rdingmi? Ko'ramidim, voy. Ko'ramdingmi? Yo'q. Voy jon. Qandaq ahvoldan Ufkan? Seni bir qancha qitim yo'qlab kelsak, saqchilar kirgizmidi. Shundaq-ku. Bizni yo'qlab kelmadi deb xapib qolmagansan. Kelishdik maqsaddan edi, abi. Senin kasapitingdan hammamiz balada qoldik. Qiyimka azırgıç keçip yürüyordu. Bizden ballardan bir munçisi türmede. Qiyimkan bu qitim Qiyimkamning 5 sal saqaysa seni bu yerdan pul xajlab olib chiqib ketaman deydi. Hech yo'q. Fukan, undaq mı deb ketme. Neçə yıldan beri senin beşiğini sılab, sana adıdarçılık qilgan odam shu. Onun yaxşılığını unutub qalmajmi? Uning yaxshiligidan kelgan joyim shu. Bizning aramizdagi munosabatni mashundaqla uzib etmoqchimisan? Deb qo'yinglar. Qiyim to'ng'iz bilan men turmadan chiqqanda ayrim hisoblashib olaman. Bo'pti. Neçə yillik aka iniligimizning yuzini qilib bo'lsa-mu? Deb bergan. Sen ichkirdan ep kelgan heyliq molni nega yushirib qo'yding? Qiyimka kech kunduz uni o'ylab sarang bo'layli deb qoldi. Men sana deb qo'yay. Uni vaqo, Ahjam bilan Zohirkam ikkisi Qiyim to'ng'izning jinoyatiga paket qilamiz. Saqchiga topshirib beramiz deb elib olgan. Anlab tur. Uni bu vaqtcha topshirib berib bo'ldi-ku deyman. Topshirib bermagan taqdirda cho'qim topshirib berdi. Qiyim to'ng'izning tex ko'rdigan kuni bor. Uni cho'qim sen tiqib qo'yding. Eng yaxshisi tiqib qo'ygan yeringni bizga debba. Biz darhol bir taraf qilib bitaylik. Bo'lmasa saqchilar o'qtirib qo'ysak, o'nchi bola ko'p mol uchun seni etib yutadi. Men sana deb qo'yay. Kimni etlib ketadiganini ko'ramiz dahi. Tayoqni kamla to'yib qopibdi deydi, angladinglarmi?
Tezroq to'yni qisib bo'ptikan. Helimi nikohsiz uyiga akirib olib turg'izaverdi. Oysatdan kelgandan beri bu yezdagi erlar uxlasa uning itini atab jo'ylaydigan bo'lib qolishdi. Qaranglar, ular kelyotdi. Ha, hali qanday naqsh o'kanda? Nag berib kelgandi? Kim bildi bularni? Ha, ular nag berib kelgandi? So'rab baqamiz vaqtayli kelsa. Qilimi nimalar ekan bu? Eshitirdinglarmi? Qanday ahvolinglar? Nag berib keldinglar? Yezdi hukumatga berib to'y xeti ep keldik. To'y qilgan bo'ldinglarmi? Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak. Xo'sh. Hajab chiroyliqkina, al bir nima. Nari chiroyliq, noy yemagandek o'riqli bir nima ekan-ku. Hey, nim deydigansizlar? Hozir shaharlarda ba'zi ayollar samirib ketimiz deb tamoqni oz yermish. Qo'sig'ini to'yg'izamaganlar chandırmay, o'riqlash uchun tamoqni oz yeyapman deb qo'ydigandu. Ko'midinglarmi, yuzi bek oqkan. Keselmandek tatrang'i bo'lsa chiroyliq deyishib ketadi ekan. Yuzida qon yo'q bir nima ekan u. Hozirgi erlarga ashundaq seriq, oslandek narsalar chiroyli ko'rinib ketadi ekan. Burungi chaqlarda undaqlarga er chiqmaydi. Undaq o'riqlarni kim yaratdi? Götür ağzına götür ha. Şun var mı? Götür ha. Kollar kötü. Ha, taşıp kalmayın ha. Maaşımını. Ben işe ver. Nereye oynayacağım ha? Aksıdın qoğlab satağına Aksuda yettip Açığımga paylamay Açını urvettim Sayır, bo'ldi ko'nglingizni yerim qilmang. Bularning hammasiga men sababchi.
Bundaq bo'lishim faqat o'ylamabdi ekanman. Zahir. Ya Zahir. Men bo'ldim. Bo'shapti ketibsan-ku. Nim bo'lganlik o'ziga ayanda, ha? Alayda. Ala. Ya. Ha, tunugunga to'yni yaxshi o'tkazib oldik. Qanday ag'illa, ha? Joyda oldi, yaxshi oldi. Ha, kunduziga yaxshi bo'ldi. Ha, ma kechsi Avzayir oxirini qanday qildik-da, ha? Shundayman. Ya Zahir, alam anoda foyda qiladi. Ajibsiz qo'yash. Mushu. Fatimem, kuyruğunu tatimen, kuyruğunu bemisem, alsaytamga etimen. Fatimem, Hey, tez git ya! kuyruğunu tatimen, kuyruğunu Tez git bemisem. Fatıma! Ketmende. Tez bulunla, ha. Avayla, ha, to'sib ketsin ava. Meyagi birsem bil, layakil ulan. Bulunla. Ha, otdim. Ala. Tayağın ka, layığı üzdür kirvaptı ka. Ha, şundaq bolar. Ha, etmanglar bo'ldi. Vay patek. Bu yer kep qağananğa nam pişayma qılayotqansan. Sahroy qiyomat degan shu. Bu yerda vaqo. Topu bilan odamni arvoq olmaydi. Mening ismim Patek emas, Fatima. Qo'ying. Uning ustiga erkaginimga pushman qilmayman. Men baxtxush. Voy. Nimaga qilaysan? Mening ismim Bag'o. Turg'unmi, Tursunmi? O'zim uqmayman degina. Yezdiklaring hammasi Bag'o. Menga Turoq Sarong deb laqab qo'yib qo'ygan. Sanamı laqabni bilan qo'yib qo'ysa qopti. İltifatınızga rahmet. İşinizni qilaman. Hey patek. Appa qo'llari apamning qo'zig'idan tushgandan tortib, to'piq tirpaqmagan bo'g'iydi haqida. Birdam aramayla olamsa, bek chapot atib ketdim. Endi xo'shnab qoladigan bo'ldi, Qalzay. Bunchalik ishlashmasam qanday bo'ladi? Bo'ldi, shuni qilayver. Sayır. Nem bo'ldingiz? Chiring uyga kirib ketaylik. Fatima. Bu uy biz ikkimizga sevinayotgan uy. Amaliyotda men uy sevinayotgandek emas, balki chiroyli sevinayotgan bir uy. Asta ko'mirilib tushayotgandek his qilyapman. Menga bu sevinayotgan uy emas, qabrdek tuyulyapti. Uncha bola ichingizga ep ketma. Bir er kishi uchun buningdan og'ir azob bo'lamdi. Mendan bek bezor bo'lib ketayotgansiz qachon. Nima deb sizdan bezor bo'lg'idekman?
Siz meni qayyumning qo'lidan qutuldirman deb shundoq bo'lgan tursangiz. Ularni sizni mushundoq bo'lsin deb qaslab urgan tursa, hammani o'z ko'zim bilan ko'rgan turuqliq. Nima deb bezor bo'lg'idekman. Jiringga uyga kirib ketaylik. Bo'ldi, siz kirib ketavering. Men birdam yolg'iz qolay. Tamoq pishdi, opam chaqiryotdi. Mening hech narsa yegim yo'q. Zahircan ulan, tez kaç! Bola Hozay. Hozay. Ne buldu? Bolam gözün aç adaş. Göz onaca. Hozay. Zahir. Zahir. Hayatma. Hayat. Vay. İsset. Aşkıma. Ölüp gitmegende ben. Fatime. Nimaga qarayapsiz? Siz mening ichimdan tugishib, nima bo'lib ketayotganimni bilasiz-ku. Shumi yetarlik. Nima bo'ldi? U yerda unda qarab tursangiz, ko'rgan odamlar nima deb qoladi? Kasalni doktorga ko'rsatmasa saqaymaydi. Doktorga ko'rsatib baqsaq bo'ladi. Faqat chidayolmagan bo'lsangiz, gapingizni ochiq deyavering. Sizga mendan ayrilsangiz bo'lmaydi deb eslab olmagandim-a? Zahir. Men nima uchun siz bilan to'y qildim bilamsiz? Men siz bilan ayollar o'tirsirga o'sha munosabat uchun to'y qilgandim-ku. Agar mening maqsadim shu bo'lgan bo'lsa, qayyum menga zo'rlik qilmoqchi bo'lgan chog'da qarshilik qilamdim. Meni nimishqa tushunmaydigansiz. Men sizni chin ko'nglimdan yaxshi ko'rgashga, menga o'xshash egichaqsiz bir qiz siz bilan o'lsa baxtli bo'ldi ekan deb o'ylag'ash qilib siz bilan to'y qilgan. Meni nimishqa tushunmaydigansiz. Ey Fatih, yig'lab turib ketibsan-ku. Eringdan birini deyishib qoldingmi ya? Hey, ering bo'zaq qilsa va menga dejimi? Ha? Bu yoqqa kelib qapsan-ku. Hay, bu eringni yo'qlab kelmamda. O'zing siza meni bir ko'ra olay deb keldi deb qapsan-da, ha? Saram. Ey, bu yezdagi erlarning hammasi va eringni yo'qlab kelmaydi, seni bir ko'ra olay deb keladi.
Uqdingmi? Vay. Eziskan. Kirson. Ha, Qani. qanday ahvolingiz? Qanday ahvoling, Qiyimka? Yaxshi turdingmi? O'ltira. Biz g'uljiga bordik. Fatima uyagim bormabdi. O cho'qim Zoir bilan Zoirning yurtiga ketgan gap. Aziz. Uni tezdan tepinglar. Bo'ladi, Qiyimka. O mol cho'qim uning qo'lida. Biroq u nima uchun hozirgacha molni saqchilarga topshirib bermagandi? Uning menda nurg'un puli va emasmi? Aqchan shu molni setib pulini tirildirib olay degandi. U bir to'g'ri yurak tursa, qo'lidan shundoq ish kelamdi. Ondaq degili bo'lmaydi. Hozir pulni ko'rsa, qo'zig'imi bo'ri chiqib, uvulaydigan bo'lib ketdi. Zoir bu qatim meni ajab parakanda qilib etdi. Xap. Sizlar tezdan berib, Zoirning nərligini uqib kelinglar. Bu qatim berib, molni qo'limizga tushirib, Zoir bilan Fatima degan heliqi paskini qanjuqni o'z qo'lim bilan joylab yetaman. Uqdingmi? Bo'ladi. Bo'ladi. To'xta. Sizlar kirib chiqqanda diqqat qilinglar. Keyninglarga odam tushib olmasin. Mening bu yerligimni hech kim bilmasin. Uqdingmi? Bo'ladi. Mangiylar. Qanday ahvolinglar? Hech turdinglarmi? Sayi. Nima bo'ldi? Nimaga kulsizlar? O'zimizning gapni qilishdik. Keldingizmi? Nima qalayibqanchilik bu? Nima bo'ldingiz? Voy, ishingni qila. Nima o? Kundalik xotiram. O'qiyotgan chig'imdan tatibla kundalik xotir qoldiradigan odatim bor edi. Hayotimdagi eng unutilg'isiz kunlarni xotirlab qo'yaman. Akila, men ko'rib baqay. Nima? To'y kunini yozdingmi? Hamma ishni xalq olamga oshkorlab, meni tirik o'ltiray demsan. Xotirjam bo'ling. Bu xotirni mendan boshqa hech kim ko'rmaydi. Navodi biriz ko'rib qolsa-chu, ha? Ko'rib qolsa-chu. Nima qilyapsiz? Men o haqda hech nima yozmagan tursam.
Ha, Zahir. Toy qilib, kunlarini qilib peyzi tutayotganda, ha? Toy qilimi xeyli oldu. Ayalının qosuğu pompaya demeydi. Mehmet, bayatı doktorxonada gördüm o seni. Ha? Yani şu ayalımın qosuğunu qilib bo'lmamdi. Voy, voy. Sening ayolin mekanda ko'klayman deb yuraydi ekan. Topgan tagining doktorxonada balo og'izish bilan ketamdi nima? Bunun çapından peşi ayağı deyip kese hamildarap kaldığa okşaydı. Ben sizler emas, ayalımlardan biri uxlab qoladigan. Ne görsen hey? Bu gapni anlap tayın. Nima bo'ldi bunga? Gapimizni anglab bal topqis kelib ketdimi nima? Xo'sh dada. Xo'sh bolam. Xo'sh bola. Xo'sh apa. Bola. Yo'l bo'lsin. Sayır. Ko'nglimizni og'ritib qo'ygan joylarim bo'lsa, ko'nglimizdan chiqarib yeting. Emniyetda mening bu ko'nglimizni og'ritqim yo'q edi. Sizni narozi qilib qo'yganligimdan qattiq azoblandim. Yurakchiga borgandan keyin o'zingizni ko'p asrang. Diqqat qiling. Xat yozasiz. Fatima, meningmi sizni ranjitib qo'ygan yerlarim jiq. Ba'zi chaqda men o'zim tutamay qoldim. Apam dadamga yaxshi qarang. Xo'sh. Xo'sh emsa. Xo'sh, aka, xo'sh. Patek, qandayroq ahvoling? Ben xo'shal ko'rinasan g'o. Eringni sodiqi yo'liq selitibla. Shunchalik yayrab ketibsa degina. Erim jiriqqa ketsa ko'nglim yerim bo'lmay xush bo'lam deganman. Patek, bizning mahaldagi bu xotinlar bor. Navoda erlar shahar ketgida ko'p qolsa, xo'shal bo'lishib, echilib, yayrab, qushqashqa o'xshash vijirilib, ishq oldiga chiqib oladi. Erlar qaytib kelsa, uydan chiqolmay, soyistim ko'ngilolmaydi. Sana deb qo'yay. Men unda xotinlardan emas. Patek, bo'ldi xapolmag'ana. Uyingni egrini kishtirib olsa-g'o, ayt debdasa. Rahmat sana. Kasafet. Dada şehirge bağım kilidi. Kıyıp ka kızlani vay vay bağrımga baskım kilidi. Vay dada canım dada xotun ağım kilidi. Vay dada canım dada xotun ağım kilidi. Yettim dep yaratmasa vay vay Yelip kaşkım kilidi Yettim dep yaratmasa vay vay Yelip kaşkım kilidi Vay dada canım dada lengegi bağım kilidi Vay dada canım dada lengegi bağım kilidi Lengerinin kızını vay vay Xotun kığım kilidi Vay dada canım dada xotun ağım kilidi Vay dada Ben korkup kirib turgay hazırlık kirib uxlayman, ma'qulmi?
Yettim dep yaratmasa. Hey, turak sarang. Nimandaq kakara versen adamni oqultam sen yok. Ya Patak, nakşamni anlap uxlayamay qapsi degen ha. Meni nakşam seni köydürüp qalqışmamda. Yani eşekdek hangra verilgan bolsang meni yeri bitme. Bojan. Uy, rastaydım ha? Ya Allah Patak, tegmem dığan. Ay yürekmen bir ışığı taydı degen ha. Nimlen deydigan bu sarang. Patak. Qandara. Boshqa doktorxonada yotganda doktorlar faqat badanimdagi yaralarni davolagan. Bundaq bo'lib qolishimni faqat o'ylamabdi ekanman. Keyin qayta doktorga ko'rinib boqmadim. Yurtimga qaytib ketgandim. Bu ishning oshkorlanib qilishidan qo'rqib doktorga ko'rinishga ketamadim. Bizning uya bek kichik joy. Bunda qish birdaniga pur ketadi. Sizlarning bu doktorxonaning e'lonida bemorlarning maxfiyatligini qat'iy saqlaymiz deb dekansizlar. Shunga keldim. Doktor, qanchalik pul ketsa mayli, men faqatli chidamay qoldim. Do'stlarim bir-biri bilan paranglashganda ayollar haqida gap qilishsizlar. Xuddi mening yig'rimni ko'chlash uchun deyotgandek. Ularning bu ishni bilmaydiganligini bilib turibmi? Xuddi kisirab, yerga kirib ketgandek bo'lib ketaman. Ayolimning oldida xuddi gunohkorlardek beshimni ko'tarib qarayolmayman. Doktor, mushi mumkin oldimi? Vay Patak, vay Patak. Akila qiloni. Yo'q, bo'ldi. Voy O'zim akila, yetalayib ketayver. qo'yaymi akila? Ha. Oyla. Patak. Ne yapış veremiye? Patak. Nerede vardınız balam? Qo'ylarga azroq o'tib kirib edim. Teshtiriblar appa. Sirtqa mushundaq chiqdingizmi? Xalqlar ko'z nimdaydi? Bu yaslarning shahar emas. Sirtqa chiqqanda o'zingizni tuzashtirib ondan chiqib bo'lamdi, ha? Ma'qul appa. Saqchilar izlab kepti-kep, so'raydigan gap bor o'xshaydi. Ular saqlig'ini navaq. Tinchlikmi? Ajab o'rtirib qapsizlarga o'ltiringlar. Qani, siz o'ltiring. Qani. Sen o'tiraver.
so'raydigan ozroq gap botdi. Qayim qaçqandan beri ta hozirgacha tutilmadi. Qayimning zaharlik chekimlik sotadigan shaykalardan tutilgan birisi ixro qilgan. Zo'r miqdordagi heroin ta hozirgacha qo'lga tushmadi. Sizlarni shuningga munosabatlik bir ushur bilan ta'minlamdikin deb izlab keldik. Shundaqmi? U mal bizning yotoqdan yo'qab ketgan. Biz u malni Qayimning uyidan saqchilarga topshirib beraylik deb ep qaşqandiq. Keyin biz yotoqda yo'q chaqda Qayimning odamlari u malni izlab kelib, biz yo'q bo'lgandan u malni ep ketdimikin? Lekin Qayimning yaqinda qo'lga tushgan bir odami bu malning izleyirgin olanmay yurganligini iqror qildi. Ondaqda mal Qayimlardan bo'lmasa, Nijatdimi bo'lmasa, sizlardimi bo'lmasa, bu mal zodi nega yo'qoldi? Ular sizlarni urushdan avval yotoq izlab ketganda. Ha. Bo'ptamsa, biz boshqa jip uchun asosan bu deloni takror qilaylik. Ma'qulamsa. Qaytamsizlar? Sen bu yerda ekansan da. Paskini qon yo'q. Gapimni anglamay, kilvaga yering mushum edi. Chiroyingdan to'pi o'rlab ketibdi. Sening chiroyliqliging qolmabdi. Sizlar nima qilmoqchi? Men qon ishmoqchi. Gap qila. Zoir qani? Mening melim qani? Bilmayman. Hey! O'ttirib qo'ldak. Necha er kishi birlashib bir xo'da ishni bo'zaq qilishatamsa? O'lgan keldimi? Sen qaqma akishmi? Tayoq yegisi kelgan o'xshaydi bu sultakning. Nediga kelsak? Urunglar! 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 Tasselinglar! Qaramin. Hozir urunglar! Onu qutuldiringlar. Onu urmanglar. O'tinib qalay, onu urmanglar. Meni qo'yib etish. Nima qilyapsizlar? Kimsan? Men bu yezning amonlik saqchisi. Sening o'lgan keldimi? Hey, Batak. Etti zeriqning ishlari qilib qoldi. Men bu yerda yetib Obdanroq saqayg'ichi yotqin. Etti zeriq ishlarga bir gap bo'lib qola. Sana nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Menga rahmat aytgan vaqtda. Bu oson-ku. Qandaq? Makila qulqonga deb beray. Qo'lig'imga deb nima ketdi ekan? Makila qulqonga deb beray. Mushi yotoq shu o'xshaydi. Ha, shu kan.
Söke. Dada, apa, Qandaq keldinglarmi? bolam ahvoli? Qandaq bolam? Xili yaxshi bo'lib qoldingmi? qoldingizmi? Obdan davolanib o'tamsan. Xeli obdan bo'lib qoldingizmi? Salomatliging qandaqroq? Xeli obdan bo'lib qoldingizmi, bolam? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. O'zinglarcha yaxshi turyapsizlar. Jenim bolam, bizga yordam qilaman deb o'zingizning etiz eriq ishlari qilib qoldi. Qandaqmi qilasiz? Men bu hayotdan shu gapni deb yotgan. Hozir uyda yo'q. Sizlarning ishinglarmi ta'sib qoldi. Shunga men atila doktorxonadan chiqib ketaymikin deyapman. Chiqib sizlarning etiziriq ishinglarga yordamlashaman. Voy bolam, sen texe to'liq saqayib ketmeding. Obdan davolangin. Sening ishingni biz qilib o'tamiz. Sen obdan saqayib chiqqin. Dayaxonika, kishi degan bog'i. Men kasal deb aytib olsa, rostilla kasal bo'lib ketadi. Shunga men atila chiqib ketib, sizlarning ishinglarni o'zim qilaman. O ishlarni biz saqlab qilamiz. Eng muhimi salomatlik. Salomatlik bo'lsa, hamma ish yaxshi bo'ladi emasmi? Biz mangayli emisi. Xo'sh bolam. Bayaq gapimning oxirini olmayli chiqib ketyapsan-ku. Degini, Deymi? Bayaqda menga bir rahmat aytma deb o'tatding-ku. degan. Akila, quloqingga deb bering. Davira, Voy akila quloqingni. Meni birni so'yib qo'ysang bo'ldi. ular holat yazsangmi, menga chaqchaq qilgin keladi. Men undaq chaqchaq qilma. Bo'libmi sen? Bu rostga. Allah bolam. Qag'inni siz qilib o'tasiz. Bo'ladi dada, siz menga bering. Fatimacha, xo'sh. Xo'sh. Hadi. 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 Bu kecha nima qilyapsan, o'g'ri mushukdek? Patek. Nima qilish berayman? Bo'ldi, o'zim qilaman, ketaver. Ey, nima qilyapsan? Patek. Unda qilma, haq ko'rib qolsa sat turadi. Bo'ldi. Ay bo'ldi qila. Yaqin kelma, yaqin kelma, yaqin kelsang o'ldirib yetaman. Yaqin kelma.
Fatek. Yig'layapsan. Nimaga yig'laysan? Men sening hozirgacha qizish ekanligingni zotila o'ylab boqmoqda ekanman. Fatek. Nima xiyol qilyapsan? Muzlab ketyapman. Muzlab chidayolmayli qoldim. Nima? Kasal bo'lib qolmagansan? Muzlab chidayolmayli qoldim. O'lib ketadiganday muzlab ketyapman. Bu mening hayotimdagi eng unutulgusiz, eng azobli va eng yerginishli paytlar bo'ldi. Men nima ish qilib qo'ydim? Men endi inson degan dunyodagi eng yerginishli maxluq ekanligini sezib yetdim. Men o'zimdan qattiq seskandim. Fatek, neyimanda? Ha? Fadime, ne buldunuz? Neymiş kızıqlaysız? Men ketgandan keyin uydagilar bilan qaplashib qolmagansiz? Nega gaplan deydigansan aka? Fatima acham hozir dehqon bo'lib ketdi. Uydagilar uningdan bak xushal. Eningiz bilan ko'rishib keldim. U zahar tashlash o'rnida davolanib saqayib ketibdi. Biroq 3 yillik emgak bilan tarbiyalashga hukm qilinibdi. Mening jahonda tig'dek aşı bir inim bor. U ikkimizning to'y qilganini anglab baxo'sh bo'ldi. Men Ürümchida doktorga ko'rinib davolandim. Doktor bu butunlay ochiq etim ularni qattiq urayotganligidan bo'pti deydi. Sizga qarasam, yuragim pichoq tiqqandek bo'lib ketdi. Siz men bilan to'y qilib, yo to'yning lazzatini suramassangiz, sizga bu kunlarni o'tkazmak oson.
Men sizning bundaq o'tayverishingizga chidayolmay qelyapman. Bunun hammasiga men sababchi. Siz meni qayimning qo'ldan qutuldiraman deb shundoq bo'ldingiz. Men sizni kutaman. Saqaymisingizmi mayli? Lekin mushundoq o'tayversak, Sayir, men sizga yuz kelmayman. Sizning men qilgan yaxshiligingizga hech qanday javob qaytarolmaganligimni o'ylasamla, yuragim echishidi. Mening qalbimda siz yanına haqiqiy erkak. Siz cho'qim davolanib saqayib keta olasiz. Endi shunchalik ishqa chidamasam qandoq bo'ladi? bir odamda bo'ladigan his tuyg'u sizdimi bu? Ayollar o'tirisidagi muhabbatda faqat bir-biriga ko'nishli kifoya qilmaydi. Men sizga yuz kelmayman. Yo'q, men sizga yuz kelmaydigan ishni hargiz qilmayman. Qayim to'ngizni o'ylasamla, uni o'ltirib o'tib, o'zim nima bo'lsam bo'g'im keladi. Yo'q, bo'ldi. Biz ajrashib ketsak ham bo'laveradi. Yo'q. Zahir. Men sizdan hargiz ayrılmayman. Rahmat Jumatroq. Jiqda tatibsa. Ne bilan deydigansan? Shunchalik ish qilma, ikkimiz rahmat deyishib ketamdoq. Lekin siz tatug'im yo'qmaydigan bo'pti-da. Qizlar yaratmay tegmay qolarmikin deb ansirayotamsan. Xotirjam bo'l. Menim yaxshi ko'rgan qizlar va. Voy. Birasin deb qo'ygan o'xshamabsan. Ha? Oy. Hey, nima bo'ldi? Xapamanglar, qo'limdan chiqib ketdi. Xapamanglar. Ay. Haras, bayatin birsin deb qo'ydim deb o'tatding. Kim u? O, ag'o. Oyliq hozirlik qo'yama. Bo'ldilar, sen keyin deb bering. Undaqda yaxshi bo'pti. To'yingni tezroq qilib olsak o'g'idek. Men shunday o'ylayotganman degina. Endi Turoq. To'yingga qanday yordamim tegsa, mangala deb qo'ysang, qo'limda kelishcha yordam qilaman. Sening rostalla cho'ng yordaming tegib qilishi mumkin. Zahir! Ey Zahir! Ha? Bu yoq chiqar. Oy. O'tirib tur, ha? Hey, sarang bo'ldingmi? Erkinning to'yi bo'lmoqchiga. Senden o'tinib qolay. O gapni hargiz Nerede o demayman. gapni qildim? 2 soatdan keyin suv amirda ko'rishaylik. Uy kirib mangin. Bo'ldi, men qaytay. Xo'sh. Erkinning to'yi bo'lmoqchi ekan. Shuningga qarishib bersang deb kepti. Uy kir desam, faqat unimidi. Ha, qani, choy ichi. Bo'ldi adash. Menga azroq ishlarim botdi. Oy, nima oldiraysa, birdan paranlashib o'tamamdoq. Ha, bo'ldi. Keyin o'ltirib olamiz, ha? Xo'sh. Bo'ldi, gapingni oshadi. Sen nima bo'ldi? Nima bo'lding zodi? Menga nima uchun shunday ma'mul qilsan? O'tinib qolay, undaq qilmag'in Turoq. O kuni men sarang bo'ptiman. O kechini unutib ketayli. Nima? Sen yuragimga o'tni sep qo'yib, endi nima deganing bu? Meni qiynamag'in. Men tugishib ketyapman. Shu kuni qilib qo'ygan ish uchun tortayotgan vijdon azobimni yetib osha. Deb qo'yay. Sen mening, men seni cho'qim olaman. Joylama. Hey, sana nima bo'ldi? Men shu kundan boshlab ham xiyol ichida masiz yuribman. Hey, sen mening barliq shirin xiyollarimni
qarab turib barbod qilib o'tmoqchiman. Sen onundan ayrılıp gel. Ya o seni baxtli qilamisa? Mayli. Yanla onun bilan birga o'taman. Sen er ayollar o'tirsidiki, aş paskin ishdan boshqani o'ylayapmamsan? Hey, o paskin iş emas. Men onunğa aşı iş uchun tekkan emas. Qanday qilsam ko'nglimni tushunasa? Men o'zimni mush qiyadan tashlasam ish tugaydigandi. To'xta. Bo'ldi. Unda qilma. Zahir! Hey Zahir! Sayit! 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 Ha? Bir sizni chaqiryapti. Nima ish? Su haqqini hammamiz berib bo'ldi. Sen qanday qilsan? Bana hazırla beri ötey. Hey, Patek. Man unchoq qilib ketma. Bundan keyin bo'ldi qilamiz deyishib bo'lgan-ku. Buni aytingdan yan. Men necha kundan beri ko'p o'ylandim. Men yana seni yaxshi ko'rganman. Sho'ng men bo'ldi qilmayman. Unda qilma o'tinib qolay. Endi men qaramamsa? Hey, men sen bilan to'y qilmasam zodi bo'lmaydi. Men seni olaman dedim-mi? Cho'qim olaman. O'tinib qolay. Buni aytingdan yan. Sarang bo'psan. Men niyetimde yanmayman. Men hozir sening dadangda sarang bo'lib qolay dedim. Bu niyetimde yong'inimdan o'lginim yaxshi. Men Navzoyga seni yaxshi ko'raman. Uning xetini berivat deyman. Rostla sarang bo'psan. Manga kishilarga bekodan bekoga sarang deb laqab qo'ymagan. Sana o'xshash chiroyli qiz bola uchun sarang bo'lmagan odamning o'zi sarang. Fatime? Ne bo'ldingiz? Bek charchab ketgan bo'lsangiz, ertadan boshlab etizlikqa chiqmang. Qolgan ishni o'zim qilib o'taman. Bana! Qandaq? Ukam avvalo. Obdan turdingmi? Ha? Ko'rishib qo'yaymi demaysan-ku. Odamgarchiliging yo'q-kina sening. Aha. O'ruqlab ketibsan-ku. Ha? Ashu paskini qanjoqni baqaman deb shunda qo'psan-da? Ayolini tiklama! Ha. To'g'ri. Onun ayoli-da. O, sana mansub bo'lsin. Men nima qilatdim? Sana beravatdim. Oningdan boshqa men bu pulingni qaytarib beraman. Lekin mening milimni qaytarib ber. Qaysi malni? Hey! Xubsanlik qilma.
Men sana chiroyli gap qildim-ku. Qizni mo sana berib etdim. Pulingni qaytarib berdim. Lekin mening melimni be. O narsang shu kuni yotoqda yutib ketdi. Bo'lmagan bo'lsa, saqchiga topshirib beretdim, bildingmi? Mana xotining chaqirib kel. İmka! Bir muncha bolalar kelyapti. To'xtanglar. Jiro'na qaytayli. Xat to'xtatdi. Men yana kelaman-ku, ha? Yetib aram elansam yana turibsizg'u. Diqqat qilansam eran qilmay, bir muncha peshkalchilik uchirdingiz. Bay nima ish qilayotgandingiz sandiqlarimni aqtirib? Uyga kim kirdi? Kim bo'ldi? Mao tamakini qoldig'ini nadin keldi. O'zingiz chekib tashlab atgansiz. Ben ezelden muhur kesekmeymen. Emse o'tganda sizni Urumchidan keldi deb ko'rishga kirgan og'ayningiz chekkandi. Hey, uningdan uyini kimni supursan ku? Bulungda bo'lsa supurga tegmay qolgandi. Ha, shundoq. Sening hamma gapga bahona sababing to'liq. Emsi mao xotirning ishga borig'ini nima deb yirtib atding? Nimalarni yezib yirtib atding? Degine, nimishqa yirtib atding? Esimde yo'q. Esimde yo'q? Sen bununla ömrümdeki en unutuliksiz işlerini yazımen deganding ku. Acaba endi unutib qolibsan ha? Oy, Fatime balam, nim bo'lgansiz? Nim bo'ldingiz balam? Mijozing'iz yo'qmi? Ko'nglingiz erishib turibdi-da. Oy, qachondan beri mushtaq bo'lib qoldingiz balam? Qayeringiz og'riyotdi? Ha? Ko'nglingiz erishyapti-da. Siz ko'p qaqa o'xshaysiz. Hech qisi yo'q balam. Ansirmang balam. Muborak bo'lsin. Bu bir yaxshi ish. Canım balam. Odamni nimanda xo'sh qildigansiz. Canım balam, juring. Juring uy kirib ketaylik. Oy, Zahirjon balam. Bobi sen atdiganda bir xo'shallik uchirdim balam. Bir xo'shallikqa. Nima xo'shallik? Fatima'da ba'zi alomatlar ko'rilyotdi. Nima alomatlar? Seziklik alomati ummamdi balam. Nima? Patiqinda davrlik bo'g'dakmi? Voy, nima degan obdan ish bu balam.
Fatima. Yuring. Doktorxonaga berib tekshirtimiz. Yo'q. Men o'ng'ishlab ketdim. Opam, yo'q. Etiga yegan go'sht turib qopti ekan. Opam etiga yegan go'sht turib qopti ekan. Shunglashqa. Yuring. Yo'q. Yuring. Men o'ng'ishlab ketdim. Doktorga bormaydi. Faqat bo'lmasa keyin yana mijozim yo'q bo'lib qolgan chaqda borsam bo'ldi. Yuring. Yo'q. Yuring. Yo'q. Men Yuring, o'ng'ishlab tursam. Yuring. Men o'ng'ishlab ketdim. Doktorxonada tekshirtimiz. Yuring. Tekshirtimiz davatiman. Voy, Avzay, kashog'ini kirib qopsan-ku. Ha. Kirib qoldim. Ha, ustiga chiqay. Sen bilan azroq ichay deb kirdim-ku. Ey, nima mangding? Azroq choy damlab kiraymi-ki? Ichida sovuq choy bormi? Ha, sovuq Bo'ldi, choy. shuni ichimiz. Xo'sh. 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 Mani cheka. Bo'ldi. O'zing chekka. Men mushuni ko'nib qopdim degina. Uning ustiga bu tamakan men tetamaydi. Sana nima tetiydi? Sana nima bakrak tetiydi? Ayollar bek tetiydi-ku deymi, ha? Nima deydigansa, Avzay. Men daq to'y qilmagan tursa. Hozir to'y qilmaymi? Tetiydiganlar jiqqu. Ya Avzay. Gapini tushunamidimmi? Tushunamidingmi? Tushunamadim. Ey, mavaraq tugidi. Bizning uyda bir botulka raqba. Va, kirib ichqa. Mush keshdimi? Bo'ldi, o'zing kirib chiqqina. Nima ish kirmaysan sen? Xotining uxlayotgan bo'lsa,
men kirsam sal beyab bo'lib qolarmikin? Men Urumchiga ketgan chaqlardagidek aplik bo'lmaydi, shundaqmi? Sen mas'ul qoldingmi ya? Men mas'ul bu yerga yetib qolsam, sana texmi aplik bo'lar? Havzay, mening og'zimdan yomonligini o'zing uqsi. Maldagi xotin qizlarga kulki bo'lsin deb andaqil chaqchaq qilib qo'yma. Biroq maldagi xotinlarning hammasiga o'xshashli muomala qilganimni uqsan-ku. Patak bilan qo'shni o'g'ashqa ba'zida yaqinchilik qilib qo'ysam, ko'nglim kelib ketibdi-da. Biroq Fatima boshqalarga o'xshamaydi. U bek chiroyli. Sen undaq chiroyli qizlarni tushundimi ko'magan bo'g'oyding? Ha? Unchalar deb ketma. U har qancha chiroyli bo'lsa-mo sening xotining. Havzay, qalaymiqan xiyolini qilma. To'g'ri. U mening xotinim. Mening xotinim. Mening xotinim shundaqmi? Hey! Nima ish qilyapsan? Ya Havzay! Havzay! Hey! Nagmandan. Urumchiga. Qachon qaytib kelasan? Sen bilan obdaroq bir paranglashaydi degandim. Balki menga qaytib kelmasligi mumkin. Hey Havzay! Va, sen ulatdi. Eliqqa qiyin to'ngizlar bilan uchirishib qolgandek bo'lsang, ular seni aman qo'ymaydi. Men shuni ketyapman. Bu hammalarning orzusi. Bu hammamizning orzusi emas. Unda qilma. Men sen bilan birga boray. Ishingni qila. Havzay! Unda qilma. O'lgin keldimi? Havzay, unda qilma. O'lgin kelmagan bo'lsa qilib qol. Unda qilmagan nima? Havzay, unda qilma. Hey! Havzay! Qanday ahvolinglar? Hamidkamni uyi qayerda? O'ylish. O'ylishmi? Rahmat.
Ukam, gap olsa çıraylık deyişeyli. Eyde! Kıyım donuz kayede! Hazır, kıyımның nərligini mən mi bilmeymen. Bilmeymen, rast bilmeymen. Hazır onu sakçılarımı izlep yürüydü. Rast Ukam, sakçılarımı izlep yürüydü. Ben onu taparlayım. Eğer sen hayat kalaylı desen ben onu taparlayım. Eyde! O ne de? O seni izlep almak için yurtuna gitti. Rasma? Kaça gitti? Bugün etti gel. Biz hazır kep bulduk. Ha. Yezgi kiriş yığızı da. Buludu. Bakın. Kayınka. Uladır kep bulamaptı. Boptu. Avaylap gireyli. Makul. Biz Zahir'ninkiga bordik. Darvoza taqaq turdi. Ota-onasininki ketgan duo qilgan. Әмісі біз шегі барайлы. Yo'q. Ota-onasining uyi mahalning ichida. Uyaga borsak bo'lmaydi. Biz etizliqlarni aralab boqaylik. Aviylik şuğu. Hey, toxta! Toxta! Toxta deme! Hey, toxta! Toxta deme, toxta! Toxta! Ne kaçsan? Ha? Zahir qani? Zahir qani deyme. Av zahirgu deme. Onu tutun la. Yakın gelişme! Hey, bıçağını taşla. Hey, yakın gelişme! Ya taşla deyme. Bıçağını taşla. Hey! Hey, bunu tutuyorsun la. Yakın gelme! Yakın gelme! Sen hazır maşını haydap berip, yezg'i kirdigan egizda bizni saqlab tur. O'tni o'chama, uqdimi? Yakın gelişme! Yakın gelişme! Zahir, yoshma. Hey, qaramliq qilma dema. Hey! Bıçağını taşla! Tutun la! Tutun la, ha. O hayvanlar, neçen biriniz bir adamni urushyapsa? Ne duruş? Men sana deb qo'yay, sen bu ish bilan munosabatsiz. Agar o'lmayman desang, keyningni burilib bu yerdan yo'qol. Meni og'inam tursa u. Toza ur.
Qeymka, ahırda ben sana bir gapni davalay. İyilik günü biz zahirlarni izlab olganda ular yo'qkan. Biz yataqni aqtirgandik. Shu yerdan men iyilik malni olgandim. Shu malni Nima? men olgandim. Malni sağamiding? O mal Mal qani? Mal qani? Qani? Hey! Nima ish qilishyapsan? Hey, başlıqma. Biz yerlik saçılar bilan birga ularni tutdik. Hammasi qo'lga tushdi. Avşaycan, qaya, dadangning yaqin do'sti, tayoqdadash bo'ladi, qaya. Avşaycan, qaya, tayoqdadash, qaya. Avşaycan, qaya, dadangning yaqin do'sti, tayoqdadash bo'ladi, qaya. Avşaycan.